Assalomu alaykum azizlarim, sog' omonmisiz? Bugun men sizlarni Andijon viloyati Paxtabod nohiyasida joylashgan Uyg'ur yezisiga taklif qilaman. Bu yerda 26 ming nafar bizning millatga mansub qarindoshlarimiz istiqomat qilib kelyapti. Bu yezida 7 mahalla bor. Otush, Sho'riq, Paynob, Ushmon, Soy, To'qizoq va Janjal mahallalar. Mashhur yashab kelayotgan Uyg'ur millatdoshlarimiz, qarindoshlarimiz o'zining urf-odatlari, an'analari, milliy qadriyatlari va tilini qanchalik saqlab qolganligini bilishni istasangiz, men tug'ilgan yeziga tashrif buyuring. Marhamat, hammanglarni Uyg'ur yezisida xush ko'rdik. Şu öylere cevap buktu mu? Ma hükümetin zorluğunu qarangki, ma yo'lini zo'r qo'yadi. Bu hayotdan nolimaymiz. 1000 metr rahmat yurtga. Qarala hamma uyda obodonchi, hamma chiroyli. Odamlarimiz aytmaymiz, odamlar chiroyli bo'lib ketgandan. Mahallenin obodonchilik ishlariga mahalliy kaftin raisi ko'p mehnat qildi. Bizdan ham kelajak avlod xuddi shunday go'zal yurt qolishga, uni obod yurt qolishga bunga biz mas'ulmiz. Har bir yoshga biz qarzmiz shuni topshirishga. Amin. Allohu akbar. Yurtni tinch olasin. Bizning eski shu Uyg'ur qishlog'imizda mana bugungi kunda 26 ming Uyg'ur millat yashaydi. Bu millat asli uzoq tarixga bor to'xtagan millat bo'ladi bular. Bu millatning oqsin juda ko'p odamlar nomdor chiqqan. Bugungi kunda bu bizning Uyg'ur qishlog'imizda 7 ta mahallamiz bor. Bu mahallaning nomlari o'sha eski ashatdan chiqqan yurtdoshlar nomlari, apgan nomlar bilan ataladi. Sho'riq, Poynob, Ushmon va hokazo shunga o'xshagan mahalla nomlari nomlangan. Bugungi kunda bu mahallada 5 ta o'rta maktab bor, bir kasb-hunar maktabimiz bor. Bu kasb-hunar maktabida hozirgi yoshlarning hammasini ikkinchi yo'nalish, ya'ni kasb-hunar o'qitadi. Bitta bolalar va o'smirlar sport maktabimiz bor. Bu maktabimizda juda ko'p chempion yetishib chiqdi mana. Bizning xalqimiz azaldan o'qimishli xalq. Bizning xalqni bu millatimiz ichida qancha o'qimishli olim odamlar o'tgan, shoir yozuvchi o'tgan. Bugungi kunda hayot bo'lib turgan bu shoirlarimiz mana Ahramjon Hamroqul domlamiz hayot hozir mana. Bu domlamiz akromiy tahlilda juda ko'p ijod asarlarini yozib, kitoblarni bitgan. Bu kitobni xalqimiz sevib hozirgi kunda mutolaalar hammasi. Bugungi kunda mana bu bizning Uyg'ur millatimizning azaldan qolib ketgan ko'p urf-odatlar joy-joy qaytib o'tdi. To'ylarimiz avval juda ko'p hasharli bo'ladi. To'ylarimizda bunda etgan choy dab qo'yamiz. Qaymoqcha qiladi. O'sha choyni qilish urf-odatlar qaytib o'tdi mana. Bir odam uy solsa, uylar hashar qilib hamma beminnat yordam beradi. Azaliy urf-odatlar joy-joy qaytib o'tdi. Bizning millatda shu kattalarni hurmat qilish, kichiklarni nihoyat izzat qilish nihoyat kuchaygan. Bizning millatimizda o'qimishliq deganing sababi bizning millatning juda ko'p fan kandidatlari, professor o'qituvchi chiqqan. Bularning hozirgi kunda ham ishloqqa Dilbarning Qurbonov, Mohira Sulaymonova, Baxtxon Niyozova degan qizlarimiz bor. Bular juda ko'p o'qimoqchi qo'ygan. Hozir mana fan kandidatlar yurtimizning turli joylarida, turli sohalarda mehnat qilib yurishibdi. Bizni o'zimizda ham bu yerda juda ko'p geroylarimiz chiqqan vaqt kelsa, bular hammasi sof vijdondan mehnatning mevasi deb o'ylaymiz biz.
Shu oqsoqollarımızdan, kattalarning hayot yo'llarini yoshlarga tarbiya berishda biz ham vaqt kelsa oqsoqollar, mahalla oqsoqol yig'ilishib, navbat-navbatlar maktabga borib, ularga eski tarixiy darsni o'tamiz, ularga tushuntirib o'tamiz, tariximizda o'tgan odamlar hayotini, hayot yo'llarini tushuntirib o'tamiz. Bizning maktablarda asli o'zi dars o'tash metodi o'zbek tili bo'lgani bilan dars jarayoni tashqi holatda hamma o'qituvchi ham, o'quvchisi ham hammasi Uyg'ur millatiga oid bo'lgan Uyg'ur talaffuzida so'zlashimiz. Bugungi hayotimiz farovon, hech nolidan joyimiz yo'q. Xalqimiz mehnatkash, oriyatli xalq ama. Oriyatli xalq. Butun kelgan viloyat rahbarlaridamsizlar, tuman rahbarlaridamsizlar Uyg'ur millatini o'ta hurmat qiladi. Sababi bizning xalq rostgo'y, mehnatkash, gajirama. Gajiro lekin aytini qiladi. Aytini qiladigan xalqda bu. Dedimi, va'da-va'dini bajaradi. Unda va'da berib ketagan xalq emas. Shuning uchun bizning xalqimiz qayerga borsak Uyg'ur millatini hamma hurmat bilan joy-joy hurmatga qo'yib qo'yadi. Bundan biz xursandmiz. Buni mana kelajak avlodam borib o'rganib o'tadi. Kattilda hamma narsa o'rganib, ko'rib, bilib, orqamizda yurishdi. Biz endi o'rta me'yor xalqmiz, bizning kattil bor mana, ko'p tarixni ko'rgan. Biz ham shundan ko'rib o'rganib, bizning yoshlarga nimadir o'rgatib o'tamiz. Sababi millatimiz urf-orati, turmush tarzi hamma narsani yo'qotmaslik. Maqsad shu bizda. Men Uyg'ur qishloqida tug'ilib, Mashhadda o'sdim, Mashhadda katta bo'ldim. 2 yil 80-82 yillari Afg'onistonda urush harakatlarida qatnashganmiz, urush dahshatlarini ko'rganmiz. O'shada kelgandan beri men aytganmenki, agar o'lmay sog'-salomat borib qolgan bo'lsam, Uyg'ur xalqiga, O'zbekiston xalqiga, O'zbekistonga xizmat qilib o'lmay borgan bo'lsam deb va'da berganman. Xudoga shukr o'lmay keldim. O'lmay kelib mana o'sha kelgandan keyin ip-yugur fabrikasi bo'lganda o'sha yerda ishlab nima qilgan paytimizda Anvarjon Ibragimov degan nimamiz bor, Toshpoy Nomonjonlar, joy jannat bo'lsin. O'shalar meni kolxozga kulim budiliq ishga chaqirdi. Ishga chaqirib o'sha yerda Uyg'ur ansambli tiklaylik, rivojlantirish Uyg'ur ansambli degandan keyin o'sha yerga kelib Uyg'ur ansamblini nima qildi? Kenjaxon Asham boshchiligida Kenja Asham odam yig'ib beratdi. Men ansamblni to'plab turib, o'zimga yurib tadbirlar doim yaxshi o'rin olganmiz. Yaxshi o'rinni olib, o'shandan beri xizmat qilib kelyapmiz. To'y to'rkellarda, boshqa tadbirlarda, respublikada, hattoki viloyatda hamma yerda o'tkazilgan tadbirlarda qatnashib, yaxshi o'rin olganmiz. O'shanga O'zbekiston tug'ilganimdan xursand bo'laman. O'zbekistonda shu yerda yashayotganimdan xursand bo'laman. Shu yerda yashab, shu ilhom kelgandan bir she'r yozganman, estam. O'zbekiston vatanimsan. Sho'ng qo'yningda o'sdim men, Uyg'ur xalqin so'zin qo'llab, zo'r naqshlar aytibman. O'ynab, quvnab ketaylik, sho'x naqshlar aytaylik, qo'lni qo'lga berib do'stlar, baxt qishiga yetaylik. Bag'ri kanglik bizga odat, bizga tilay baxsa odat. O'zbekiston xalqlariga tegmasin hech qachon dard. 31 ga kirdi yoshing. Dosh qozonga to'sin oshing, mustaqillik to'g'in tutib, toshdan bo'lsin oltin boshing. Hamma millat o'g'il qizga, kelajaklar buyuk sizga, yurtboshimiz obdan o'ylab, aytgan so'zi to'g'ri bizga. Endi bir naqshi bilan bir nuqsag'inda biroz shosammi? Tarak yo'qmi-da? Likop bashaqam bo'ladi. Likop biroz bo'lganda sal. Ha? Likop bo'lsa bo'lardi. Bormi to'za? Ha, borgan vo. Ha. Ana bo'l. Ana. Boshlaymi? Bu yo'llar uzun yo'llar gulmarem. Egemo baralamlar gulmarem. Bir piyala çay berip gülmerem. Köylümni alalamla gülmerem. Ey gülmerem, cenim merem gülmerem. Bana kağan dert alem gülmerem. Ey gülmerem, cenim merem gülmerem. Bana kağan dert alem gülmerem. Ancanın pazarıdan gülmerem, almana Rabbire gülmerem. Ancanın pazarıdan gülmerem, almana Rabbire gülmerem. Yürekteki derdimni vay gülmerem, bilmem gaydap bire gülmerem. Hey gülmerem, yenim merem.